Yashang, yashang. Men qara xotin, bu Hindistondan kelin. Ha, hindistonlik kelin. Oti nima ekan? Ko'tani. Ko'tani? Yashang ko'tani kelinim. Yashang ko'tani. Kelini patinkasi qani? Men qara, kelini patinkasi qani? Dada, bular urf odat shuna. Sen boshingga nima bo'lib kiyib olding? Urf odat, всё. Nima o'ylaysiz? O'g'lim bu nima qilyapti? Onajon, sizga hurmat qilib salomlashyapti. Urf odat. Bu o'ylaysiz, salomlashish shunaqatimi? Urf odat o'lsin bularida. Va alaykum assalom kelin. Bular nima qilyapti? Yana nima qilyapsizlar? Dada, ona, keliniz kiryapti. Urf odat. Chatti. Xotin bu urf odat dedimi? Bilmasam dadasi, shu urf odat deb yalang'och qolmasak bo'lganida. Chapati he. Ona, keliniz ovqat pishiraman deyapti. Nima ovqat qilsin? Ha o'g'lim, bitta hindcha ovqat yetsin. Bir tatib ko'raylik, qana dadasi? Dadasi havoga isib ketdi. Muncha cho'zlab ovqatni nima pishirayotgan ekan, ha? Men qara xotin, bir borib o'ylaymizmi? Yuring qani dadasi. Nima qilibdi bular? Nima qilyapsizlar? Dada, ovqat taqbili, o'z yeymiz. Bu o'ylaysiz? Bu xotin jon nima bo'lsa